Kesirva bilan tug'adigan ayollarda boshida ko'krak suti kelishi ancha qiyin bo'ladi. Hozir men sizlarga smes aytaman. Aynan shu smeslarni farzandingizga ichirsanglar, bolangizda allergiya bo'lmaslik ehtimoli yuqori bo'ladi. Farzandingiz tug'ilgandan keyin albatta radom xodimlari smes olib kelib bering deyshadi. O'sha payt qaysi smesni olsam ekan deb o'ylab qolasizlar, to'g'rimi? Allergiya chaqirmaydigan, bolamga yaxshi tushadigan smes bo'lsin deb o'ylayotgan bo'lsanglar, korobkasiga, ya'ni flakoniga qanaqa firma bo'lishidan qat'iy nazar Peptidi, Pepti, ST deb yozilgan smeslarni olsanglar, farzandingizda allergik jarayonlarni oldini olgan bo'lasizlar. Bu smeslar gidrolizlangan smeslar hisoblanadi va oddiy smesga nisbatan farzandingizning immun hujayralari tomonidan yengilroq qabul qilinadi. Allergik jarayon yuzaga kelmagani uchun kelajakda ham allergik kasalliklar yuzaga kelish ehtimoli kamayadi. Bu videoni yaqinda ona bo'ladigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.